Hi everyone, welcome to I Language Training Center, new concept English video classroom. And today we will learn lesson 49 at the butchers. Sağdaş yaxşımızlar. Bugün şu 49 dersininki dersini öğrenmekçi. Bu dersimizde meğerse anla at the butchers. Göç dükkanında. Yaki ne meğerse anla kasapxanada. Kasapxanada. First of all, let me ask some couple of questions. So, look at the picture on the screen. So, where is she? Where is she? Where is she? Alright. In the park, right? And she is in the park. Alright. So, where is she? Okay, where is she? You know, she is under the tree. Under the tree. So, where is she? Look, you know, she is, you know, maybe at the coffee, right? At the coffee. Or you can say at the cafe. Okay. At the cafe, at the coffee. Or where is she? Where is she? She is at the supermarket. Okay, I'm at a supermarket. Super, darjidan tashqari. Market baza. Darjidan tashqari. Baza. Talla bazare. Supermarket. So where is she? You know, she's in the kitchen. And bu ayal nariken in the kitchen. Ashxanada. Right? Whoa, what about? Where is she? Where is she? You know, she's in the sofa. She's in the sofa. So, today we will learn, you know, some, text, especially, you know, at the butchers. At the beginning, again, make sure all the matter. So, where is she now? She is at the butchers. And at the butchers. And at the butchers. And the butchers the butcher. And butcher deganimiz nima desanlar? Qassab degan gap. Butcher deganimiz qassab degan gap. Xo'sh, avvalansa bu shu bugungi darsimizda ko'p uchraydigan yangi so'zlarni bir o'rganib chiqaylik. New words. The first one is, what can you buy at the butchers? First question, what can you buy at the butchers? And that goes to for example, maybe you can buy meat. Okay. Albatta, go'sht do'konida meat, go'sht sotib olamiz. Hamda bu go'shtni qanday go'sht deyish kerak, ha? Masalan, qaysi xil go'sht? Masalan, chicken. Good. Ara chicken deganimiz nima? Masalan, to'g'ri go'shti. To'g'ri go'shti. Okay. Also, we can buy lamb, right? Okay. We can buy lamb. Also we can buy beef. Okay. And sadashda misharika qarab baqaylar, misharika nima desanlar? Chicken deganimiz nima? To'g'ri go'shti. Chicken, to'g'ri go'shti. And lamb. Lamb deganimiz hamda paqlan. Shunama paqlan. And the paqlan and the miyarik nima desanlar? Nima deyilar? Qo'y go'shtini odatda lamb deymiz. Undan keyin lambni keyindagi bi talaffuz qilinmaydi. Biz masalan bu shu biga o'xshash keyindagi bi talaffuz qilinmaydigan so'zlarni ilgari nima climb degan so'zni o'rgandik. Shunami? Buni climb demaymiz. Shunami? Talaffuz qilish mutazza bi qulaysiz shunami? So'ng keyindagi bu shu bi kelsa qana qilinmaydi, talaffuz qilinmaydi. Masalan climb. Okay. Degandek. Oniki mago'shu, beef. Okay, and the beef deganimiz hamda bu mo'zayning go'shti deyishim mumkin. Ya, beef deganimiz qala go'shti. Beef deganimiz nima? Qalaning go'shti. Mushunday deymiz. Masalan, beef deymiz. Masal so'zab o'qiladi. Beef. Good. What about this? This one is lamb. Lamb. Avay degandek lamb emasa, lamb. Nima? Lamb. Like
Men qo'y go'shtimroq bo'lsa, I like lamb. Okay? I like lamb. Men nimga amroq? Qo'y go'shtiga amroq. Endi qo'y degan nimda aytib o'tsanlar, sheep shundami? Sheep, it's a meat of young sheep. And qo'za, young sheep. Okay. Okay, what about this? This one is steak. Okay, bu nima? Steak. Yani steak deganimiz nima? Thick, flat, piece of fish is especially meat or fish, and especially meat from a cow. Bular bu nima arsalma? Steak degan chetlarga intayin amroq tamoq turlaridan birisi. Hamda bu nima arsalma? Bular bu o'sha kol go'shti yoki baliq go'shtirdimi? Hamda ko'pincha hisobda nima arsalma? Kol go'shti shu yalpaqlab pishirilgan. Bunday kesib, uni endi yog'da pishirdi. Pishirib qanday qilgan ekan desanlar, birdan gap. Odatda masalan kolning qo'rug'isidan masalan kichik azroq masalan azroq qo'yilning qo'rug'i go'shtiri bor. Shundan kamda pishirib qanday qilgan yog'da qo'rib chiqirgan gapchi. Bu shunday deymiz, masalan steak deymiz. Steak intayin axtar qanday desanlar, mizlik. Steak deganlar ham nozig'mi? Sol yig'ilishini, buni qanday deymiz, masalan new pie. Okay, new pie deymiz. Demak bu nima ekan? Steak. Good, steak. Qo'y go'shti nima deb qo'ylar? Lamb. Yaxshi. Lamb deganimiz nima? Masalan, qo'y go'shti. Beef degancha, kol go'shti. Ana bu beefdan nima yozgani bo'ladi desanlar? Steak. Steak. Okay, what about this? Nima go'shti? Mau qattiq pach. Qiyma qilib aytgan shunami? Bu qiyma go'sht. Ana qiyma go'sht degan ingliz tilida deymiz, desanlar mince. Okay, mince. Buni mince deb qo'ysak bo'lmaydi. Chiq bolalar, mince deb talaffuz qiladi-ku. Bu mince deb talaffuz qiladi. Shu nima? Mince. Okay? Bo'ladi nima? Mince. Good. Mince deganimiz qiyma go'sht. Qiyma. Masalan, cho'ridan, juvonidan qiymasini deymiz, mince. Wow, what about this? This one is chicken. Chicken bejdan tortib bakana. Bu nima? To'xu go'shti. To'xu go'shtini nima deymiz? Chicken. Jiqballar masalan to'xu go'shti bilan oshxonani aralashtirib oladi. Oshxona degan nima deymiz? Kitchen. Nima? Kitchen deganimiz nima? Oshxona. Chicken degancha. Nima? Chicken deganimiz to'xu go'shti. To'xu go'shti. All right. Wow, what is this? It's diamond ring. Ring uzuk shunami? Diamond bo'lsa olmas. Demak hamda bu yerda bir er kishi bilan bir ayol kishi bor ekan. Demak hamda yo'ldoshi er kishi nima? Husband. Okay? Husband. Husband deganimiz eri. Yoki nima? Yo'ldoshi. Wife degancha ayoli. Ayoli. Husband yana birisi nima? Wife. Okay, husband, wife. Ayol degan gap, ayol. Husband and wife. Okay, what is the mother doing? Okay, and the mother is qur'onlar. Bao apse nimish qilayotgan sizlarning bolalar. So what is mother doing? She's telling a story or she's telling stories. Okay. Endi bu sharni qo'ydirsanlar, hikoya aytib boradi. Endi bu tell deganimiz nima? Birisiga bir narsani, gapni qanday qilib bermak, aytib bermak degan gap. Demak, she is telling a story. She is telling a story. Endi bu hikoya so'zlaydigan odamni nima deymiz desanlar? Storyteller. Bu telling keyiniga arda qo'ysak, shu ish bilan mashg'ul bo'luvchi, shu ish bilan shug'ullanuvchi deganni bildiradi. Shunami? Masalan, drive, mashina demak, driver. Shofer degan gap bo'ldi. Shunami? Degandek, keyiniga qo'ysak, nima shu ishni qo'yildi. Masalan, teller degan daftargacha. Ana storyteller, hikoya so'zlikchi. Hikoya so'zlikchi. Demak, endi men yerga ma'o apsi balasiga hikoya aytib beryapti. She's telling a story. Okay. She's telling stories. Okay, wow, look. Okay, who is it? Chimobo. Tell you the truth, I'm a Superman. Sang ras gapni qilsam,
Men bo'lsam nima Superman, Charon, darajadan tashqari odam, tushunami? Demak, hamda truth deganimiz nima desam, haqiqat, rost gap, jin gap degan gap bo'ldi. Demak, to tell you the truth, to tell you the truth. Endi misharaga truth deganimiz nima desam, rost gap, tushunami? Sizga rostini desam, sizga rostini aytsam, tushunami? I am a Superman. Men bo'lsam bir nima darajadan tashqari odam. Yana hamda truth deganimiz hamda misharaga desam, rost gap. Rost gap. Haqiqiy gap. To tell you the truth, intayin ingliztilda ko'p ishlaydi. Sizga rostini desam, deydi. To tell you the truth. To tell you the truth. Masalan, to tell you the truth, I don't like your new car. Hamda birasi yangi mashina sotib olganda hamda yolg'onlatib, "Voy, bek istil mashina ekan, voy, payz ekan" deb qo'yamiz bu. Hamda rostini aytsam, endi bu yerda nima haqiqiy gapingizni qilsangiz, jin gapingizni qilsangiz nima? To tell you the truth, I don't like your new car. Demak ham men sizniki nima? Mish yangi mashinangiz bilan xo'sham yo'q deydi. Truth. Okay, good. Bu nima desanlar? To be honest. Yoki ingliztilda qanday ifodalasanglar bo'ldirsanlar, to be honest, sizga rostini desam. Men honest degan nima desanlar, samimiy aql degan gap. Samimiy, yolg'on gap qilmaydigan ham bo'lsa, honest. And to be honest, shunda yolg'on gap qilmaydigan, saxtpazlik qilmaydigan bir bo'lsam, demakchi, rost gapni desam, I don't like your new car. Okay. Ya, masalan, rost gap qilsam men sizning yangi shlapingizni yoqtirdim. Nima? To be honest, I don't like your new hat. Ya, nima? I don't like to tell you the truth, I don't like your new hat. Nima? Okay, to tell you the truth.